Leksimiz devamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. Şuna deydi Donfang Ribao Efendi, Şangang'da da şöyle kılındıgan gezit Donfang Ribao Efendi. Şuna deydi ki Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti Cungo'nun baş götürüşü türlük yolla bilen taşkallak kılıdı. Amerika'nın Asya'ya kayıtıp gelişi bolsun, yoki yakında imzalangan TPP soda hemkarlık gelişimi bolsun. Bularning hammasi Cungo'ga qarab kelyapti. Yakında yani bir haber o'ttirg'i chiqdi. Amerika'nın harbiy parxodlari dengiz armiyasi, Amerika harbiy aeroplanlari Janubiy dengizga 12 dengiz mili ishkirlab kirdi degan haber o'ttirg'i chiqdi. Bu bir ig'vogarchilik deydi Donfang Efendi. Amerika ahiri o'zini besib turolmay, o'zi xatir qilishni uzul kesil berbat qildi va yoki o'zi xatir qilishni tugashtirdi deydi Donfang Efendi. Yem, Janubiy dengizda parakandichilik qilayotgan, vaziyatni jiddiyleştirayotgan, Janubiy dengizga territoriya talabi qo'yayotgan, Janubiy dengiz egilik huquq qo'yayotgan burun yo'q masala. Yaqindan beri Jungo ko'ranlab shu darajaga yetdi. Endi bu yerga berib Amerika Jungo'ning maydasini ko'tarib qo'yish kerak, inkini ko'tarib qo'yish kerak. Bu qoida. Amerika bu yerda faqatla xalqaro okean qatnash, dengiz okean qatnashning ravolligini qo'g'daydi, boshqa maqsadi yo'q. Bundaq ağır vaziyatga Jungo qandaq to'pa taqobil turish kerak deb savol qo'ydi Donfang Efendi. Amerika bilan 100 elishga vaqt emas. Demak, buni biladi ekansiz. Mayli bugungi vaqt bo'lsin, mayli ertaga vaqt bo'lsin, Jungo Amerika bilan 100 elishanmaydi, urinmang. Biz bu tarixni 70 yildan beri ko'rib kelyapmiz Donfang Efendi. Lekin vaziyatdan qochishdan o'zimi yaxshi emas. Undaqda qanday qilmoqchi? Dot kiş gerek mi? Yok, özün deryaga taşlamak, denize taşlamak mı Jungo hükümeti? Yeni Jungo kurulgan çağda Jungo birinciden ak, ikinciden kembegal edi. Harabilik üstüde güllengen, Mavzudong Çavuşan uğraşı meydanında Amerika Birleşme Armiyası bilen elişip, ahırda dünyaya patmagan Amerika Koşmuş Ştatlarını söhbet üstülük elip gelgendeydi. Biz nadan ekenmiz, hazırgıçı bilmeydi ekenmiz, Donfang Efendi emdi maçet elgi çıkan diken körüvatımız, torbetlerde Xitayla yüzü yezivatıdı. Çavuşan uğraştığın jarayonu qandaq bo'lgan. Dastlabda Amerika Birleşken Devletler Armiyasi Çavuşan kirmesidan burun Jungo Qizil Armiyasining Janubiy Koreyani besib olganligi rost. Keyin Amerika başçılığıdaki Birleşken Devletler Armiyasi atakaga o'tib, qaytarma zarbi berib, Yalonjang daryasi Jungo'nun yenbiyendiki devlet çigrası apırıp taqap koygan ekan, Xitay anda söhbet üstünlük kaptı. Bunu yezivatı, torbetleri yezivatı. Asiri düşken Xitay askerlerinin kiyimlerini tüzeştirip, keygizip koyup, kulakçılarını keygizip, keygizip koyup, çıkan tatılgan suretle bugün Amerika avazını Xitay tili programımız görüsülü batdı. Çavuşan uruşumanın şundak uruşken. Demek siz bir ademe yengen değilsiniz, şundak mı Donfang Efendi? Hoş, bugünkü sizin armiyiniz, askerinizin gücü Çavuşan uğraşıdaki vakti de müngası artıp gitti. Yak Donfang Efendi. Canzayman bu armiyani ticaret kılış koyup etkenden başladı. Jungo'da armiya yok. Paraxor, xiyanetçi armiya var. Da aytqanda sizin armiyanızdan qiladigan ishi faqat yotqan qatlaşni biladigan armiya. Lushin Efendining so'zilay aytqanda faqat Lao Beishingni o'ltirdigan. Jungoda bin Guangsha Lao Beishing. Shuni o'ltirdigan armiya. Shunga cho'ng po atmay faqat jahonning rayiga beqib boshlanida Efendi aytgandek dunyoviy iqlimga moslashib siz qayta TPP'ning darvozasi chekadigan bo'lsangiz, masalan Tibetning erkinligini berib, Uyg'uristonning erkinligini berib, TPP'nin darvozasi çekadigan bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa davlatlar va dunyoviy davlatlar buni hargiz yoqtirmaydi. Donfang Efendi bundan keyin so'z qilishning mantaqasini o'rganib eling Efendi.